Assalomu alaykum kichik do'stlar. Golland tili va Uyg'ur tili o'rganish salonimizga xush keldinglar. Biz bu filmimizda yoqtirib yeydigan ko'ktatlarninki Golland tili va Uyg'ur tilidagi ismi bilan tanishib chiqamiz. Qani amsa diqqatinglar filmimizda bo'lsin. Groenten, Ko'ktatlar, aardappel, baranga, wortel, savza, tomaat, pomidor, ui, piyoz, sperzieboon, yisi purchaq, komkommer, tarxamak, peultje, tüklük purchaq, brokkoli, kök çiçek, prei, hol piyaz, knoflook, samsak, pompoen, kava, mais, kömkonak, bloemkool, ak çiçek, aubergine, pidigen, zoete aardappel, tatlık baranga, Chinese kool, yisivilek, witte kool, katkök, pak choy, kök yisivilek, asperge, serabil, koriander, yumğaq süt, munt, yalpuz, beenspruit, purchaq öndürmesi, champignons, gümbemədək, olijf, zeytun, rode peper, qızılmuç, selderij, kərəpşə, knolraap, çamğur, paprika, muç,
Witte radijs. Aq turp, Rode radijs. qizil turp. Rettig. Turp. Koolrabi. Çələng. Spinazie. Palək. Gember. Zencevil. Kichik do'stlar, endi sizlar deb biqinglarchu, bu qaysi ko'ktat? Bu ko'ktatda qaysi xil tomoqni atkil bo'ldi? To'g'ri, bu savza. Savzada apamiz nima yetib turadi? Polo. Sizlar bek aqlliqchimi? Endi buni tip biqinglarchu, bu ko'ktatlarni birlashtirib qaysi xil yemeklikni tayyorlag'ili bo'ldi? Bunun javobini apanglarga deb berishni unutib qolmanglar. Ma'qul amsa kichik do'stlar, bugungi videomiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi qitimliq filmimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xo'sh.